Assalomu alaykum toshlar, bugun Turvatdan gaplashamiz. Bilaman Turvatliklar vobshe yoraverasizlar aktivda. Assalomu alaykum uy olayotganlar. Men sizlarga shinam haqiqatan yashashga arziydigan bitta zo'r joy topib qo'ydim. Turvatliklar bormi? Turvatliklar qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ketdik. Kirish joyi. Birinchidan sizlarga yangilik aytaman. Uyimiz tappa-tayyor yashashga. Oldinlari bu yerda odam yashagan, darvozalarigacha bor. Qarang, shunaqa shinam ekanki, menga o'zimga, masalan, shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Qarang, menga bitta tomoni qarang. Yoqqan tomoni uyimiz bor, paxsadan qurilgan. Paxsani o'zi bilasizlar, akalar, paxsani haqiqatan ancha-muncha devorlardan, shlaka blok, pena bloklardan juda ham farqi bor. Buni qarang. Bitta uy bor ekan, bitta ichkarida polniy paxsadan qilingan. Betonini qarang, o'zi betonni o'zi ham 1,5 metr qurilganmi. Bu yerda oldin odam yashagan, tabiat qo'yib juda ham zo'r. Ichkarini qarang. Pol taxta bo'lgan, tayyor, mana shu displini bilmayman qalin sahnalar bo'lardi-yu, oldin rossiyskidan qurilgan ekan. Qarang, o'sha eski uchuvchi, kim uyda shunaqa uchuvchi bo'lgan? Voh, ichkarini qarang. Bilasizlarmi, eski uylarda ajoyib shirin hidi bo'ladi, bilasizlarmi? Ajoyib mazza hidi. Xullas, uy tayyor, mana bemalol bitta o'z uchun joy qilib boshqatdan qurasizmi, farqi yo'q, lekin paxsa devorda men aniq bilamanki, paxsa devorda buzish ancha-muncha oson bilan ish bitmaydi. Endi sizlarga qiziqarli joyi bo'lsa, mana shu ko'rib turgan hamma огородlaring bor-u, polniy shunaqangi mehr bilan qurilgan ekanki, beton bilan qurilgan ekan, 2 metr beton bilan o'ralgan ekan. Hozir atlarni ko'rsataman. Shu yerda ko'rib turing, meva-cheva, uzumlari, so'rtoyda temirlari hamma yo'g'ini birgalikda sotilar ekan. Jigarlar, bu imkoniyat bor, shunaqangi zo'r ekanki, mana bu yerda zo'r qilib molxona ham qurilgan shekilli. O'tinlari bilan sizga nasib qilsa, men juda ham xursand bo'lardim. Mana uni qarang, shunaqa dahshati bor-u. Odam oldin yashagan tandirxonasi ham bor ekan. O'tinni qarang, o'sha yerda bemalol 300 ming, 500 ming, 1 millionlik o'tin yotibdi. Shunday tayida. O'tin olayotganlar biladi, to'g'rimi? Qarang. Bu yerda mana molxona bo'lgan ekan, molga oxir ham tayyor ekan. Bari yo'qmi ish qilib? Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang, molga tayyor qilib oxir ham qilishgan ekan. Qarang, mana ularni hozir bunaqangi oxir qilaman desangiz ham ancha-muncha tushib qo'yasiz bor-u. Qarang, tayyor ekan. Tepalarini bitta remont qilib qo'ysangiz bo'ldi. Narxi nech pul to'laysiz shu xonadonni? Taxmin qilib turing. Agar shu narsa sizga shu uy, shu xonadon sizga nasib qiladigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Qashqar gilosi bor ekan. Qashqar gilosi polni ichida Qashqar giloslari bor ekan. Erta bahor sotaman deydigan bo'lsam, anchagina bu yerdan daromad qilasiz. Mabodo pulingizni band qilgani, bu yerda olib qo'ysiz ham erta bahor manatlarga ekib turib, bemalol daromad qilib olsiz bo'laveradi. O'zidan o'zi pul kelib turadigan passiv daromad qilish shaklida shakllantirsa bo'ladi. Hojatxonasi ham bor ekan, o'riklari bor ekan, shalaq o'ri ham hozir rosa erta bahorda pul qilsa bo'ladi. Mana o'sha va'da qilgandek pul, va'da qilingandek mana 2 metrli atrof polniy o'ralgan, semyon bilan o'ralgan. Asrda bu yer 36 soti ekan, lekin o'zi aslida endi burchak-murchaklarni hisoblaganda 40 sotidan oshiq ekan. Uyda egasi gapiga javob beryapti, biz gapiga javob bo'lgan joylar qo'yamiz. Mabodo bet surishtirib kelgan taqdirlarni ham bemalol dokumentlarda qanaqadir muammolarni oldin uyda egasini so'rab turib, keyin bemalol xulosa qilsalar ham bo'ladi. Toshloq tumani Turvat mahallasini bilasizlar, gazdan umuman muammo yo'q. Bemalol prisa qilib qo'yishdan, nimadir qilib qo'yishdan bu yerda bemalol passiv daromad shakllantirsiz bo'ladi. Ichkari polniy bog' ekan, shaftoli ekan mana ular. Bu Qashqar gilosi ekan. Bunday hamma ko'rib turgan joylari hamma yo'g'i devor bilan o'ralgan, mevalarigacha polniy mevazor qilib qo'ygan. O'ta akkuratni, yaxshi niyat bilan bog' qilingan ekan. Faqatgina endi ozgina pul zarurligi uchun sotishyapti ekan. Altag'i yo'q ular, top-toza uy. Prosta tak olib maza qilib foydalanish kerak. Xo'p. Men mana narsasiga maza qildim. Qarang, so'rtoy ham polniy qilingan. Polniy so'rtoy qilgani ham hozir anchagina pul ketadi. Bu yerda o'zi detallarni alohida bo'lib sotaman deydigan bo'lsam, anchagina ketib qoladi. Mana bitta qiziqarli tomoni tashqaridagi 300 tubcha tera ham tekis tera ham, ko'k tera deyiladi. 300 tubcha shunaqangi ko'k tera bor. Bilasizlar, qimmat ketadi. To'sinlarga, uy qurishlarga bemalol ustalarimiz xaridori juda ham kuchli. 300 tubdan shuni berib o'rar ekan hammasini ichiga. U orqa tomonlarda katta tera yong'oqlari bor ekan. Yong'oqni ham bilasizlar, kuzda rosa soqa qilsa bo'ladi. Yong'oqdan ham. Xullas, endi shu ko'rib turgan xonadonlarga necha pul baho bergan bo'lardi.
kommentariyada yozib turinglar. Men sizlarni asl narxi bilan tanishtiraman. 120 ming AQSh dollar deyapti ekan. Ozgina akalarimiz qalbiga joy oldim. 120 ming oxirgi narx deb qo'yishibdi. Menimcha bu xonadonga juda yetarli narx qo'yib qo'yishibdi. Men buni yaxshimiz. Xonadoni yaxshi xonadon, pastki daromad qilmoqchi bo'lgan, pulini band qilmoqchi bo'lganlarga juda ham zo'r lokatsiya. Maza qilib, havas bilan yashaydigan xonadon men sizlarga tavsiya qildim. Videoni saqlanib qiling-da, Telegram guruhlarga, qadrdon do'stlaringizga shuni tashlab qo'ying. Bitta ko'rsin, vaziyatni bilsin. Pastga raqam telefon qilib yana ham to'liqroq ma'lumot berishdi. Akalarimizga xullas pul ozgina zarur, telefon qilib yaxshi kelishsalar ham mana shu narxni kelishtirib beradi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana. Tekrar yurganman-da. Bo'ldi, olib. Johnny. Ha, Programmasi ishlaydi. o'chirishganda ashun programmasini ulov bo'lgan yana bir yo'la. John, let's have it painted green. Oleh. Bu yo'q yomon. Salimon. Ha. 38-metrda o'qiganlar bormi? Juda xotiralar qolgan, to'g'rimi akalar?